Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Toshkentdan Moskvaga chiqib ketayotgan avtobuslarimiz. 3-reys aka-ukalar. Odamlarimiz hozir mana kelishib sekin-sekin o'rindiqlariga o'tirishmoqda. Aka-ukalar, tanlovda adashmaysizlar. Kanalimizda yangilar podpiska qo'ng'irog'ini bosib qo'yish esdan chiqmasin. O'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar aka-ukalar. Lekin ichki salonlarni ko'rsatib o'taman mana. Odamlardan suhbatga tortamiz. Suhbatini eshitib o'zingizlar xulosa qilaverasizlar. Rost, yolg'on. Avtobuslarimizni tashqi holatlari mana bu yerda salonlari bo'ladi. Opa, qaysi shaharga ketyapsiz? Qayerdansiz? Surxondaryo. Surxondaryoliklarga nima degan bo'lardingiz? Toshkentga kelib shu avtobuschilar bilan gaplashib, shu avtobusda ketishlarini aytadi. Nomerlarimizni qayerdan oldingiz, opa? Instagram. Instagramdan oldingizmi? Ishonchli ekan? Avtobus yoqdimi? Yo'qdi. Davlatimizga rahmat aytib qo'yasiz. Davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz. Prezidentimizga rahmat aytib qo'yasiz. Osonlik shuncha yengilliklar qo'yib beryapti, qarang. Sog' bo'lasiz, opa, salomat bo'lasiz. Xo'p bo'ladi. Aka-ukalar, mana salonlari mana hamma o'sha o'rindiqlariga o'tirmoqda mana. Hamma yo'g'i bor mana, kameralari bor. Konditsioner. Bundan buyog'iga issiq bo'ladi endi, xudo xolasa konditsionerlarimiz 90% ishlaydi hammasi. Isitadi aka-ukalar. Mana 30 gradusga konditsionerlarimiz isitadi aka-ukalar. Mana o'rindiqlarga odamlar kelib o'z mestalarini bron qilgan holatda solishib, chiqishib mana o'tirishyapti. Chiqoringlar amaki, chiqoringlar. O'z fikringizni kommentariya, laykda qoldirasizlar degan umiddaman aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hozir bu akamizdan sekin suhbatga tortamiz. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Shu kerak emas qo'shimcha. Kerak emas? Nimaga chiqishga uyalasizmi? Yaxshimikan, avtobus yoqdimi? Zo'r gap bo'lishi mumkin. Endi nasib bo'lsa haydashini ko'ramiz shohrotalarda. Inshaalloh 2,5 sutkada Moskvada bo'lasizlar, xudo xolasa. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Vatandoshlarga Alangalik salom. salom. Nomerlarimizni qayerdan oldingiz aka? YouTube'danmi, Instagramdanmi, Telegramdanmi? Bo'ldi aka, xo'p. Tushundik. Mana aka-ukalar ichki salonlari obzor qilmoqdamiz. Endi sekin mana o'z fikrlarini qoldirishyapti klientlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like, kommentariya, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar.